Nima gap bo'lajak biznesmenlar? Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan biznesimiz sezonniy biznes. Sezon bo'lganda ham soqqani bosadigan biznes bor-ku. Nimaligini topdinglarmi? Komment yozib qo'yinglar. Topmagan bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'rsanglar, biz ko'rsatamiz nima biznesligini. Biz boshladik. Bo'lajak biznesmenlar, tanishinglar, Farhod aka, brend Glam yuvish korxonasining direktorlari aka. Assalomu alaykum. Aka, qimmatbaho vaqtingizni ayamasdan bizga intervyu berganingizga rahmat. Birinchi savol, nimaga aynan shu biznes tanlangan? Ideya qayerdan kelgan? Bu ideya kelishiga sabablari ko'p. Hozir gapiramasam gaplar ham ko'p. Biz o'zi shu sohada oldindan ishlab kelganmiz. Endi kichkina sexlar bo'lgan. Endi niyat xolis bo'lgani uchun Alloh beraman deb bir berdi. Katta fabrika qildik. Bizda hamma texnologiya bo'yicha rivojlangan, yagona deb aytsam ham bo'ladi, chunki men boshqa joyda ko'rmadim. O'zbekistonda bo'yicha hali to'liq gilam bo'yicha to'liq uskunalar bilan rivojlangan, to'liq uskunalar bilan jihozlangan hali gilam yuvish markazini men o'zim shaxsan ko'zim bilan ko'rmadim. Shuning uchun hozircha bitta deb ayta olmayman. Nomer 1 deb bemalol ayta olasiz. Xo'p, mana shu brend gilam yuvish sexi qachondan beri ish faoliyatini boshladi o'zi? Ish faoliyatimiz boshlanganiga 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. 1 yil ichida yaxshigina qiyinchiliklar bo'ldi. O'zi bo'lmadi. Klient yig'ish, klientlar bilan ishlash. Endi bilasiz, klient bizda praktikada turadigan bor, shunaqa gap bor. Qarab, oson bo'lmadi demoqchiman. Ancha-muncha etap qiyinchiliklar ko'rdik. Xudo xolisa mana endi yaxshi bo'lib, premium klassiga o'zimizni mijozlarimiz bor. Ko'pchilik aytadi, nimaga sizlarda qimmat deb. Qimmat tuyulishi sabablarini ham men video davomida tushuntirib beraman. Buni ham bilib o'rganamiz. Xo'p, mana shu boshlanganda necha pul sarmoya bilan ish boshladinglar? Boshlangan sarmoyamiz bir 500 ming atrofida. 500 ming dollar. Bu asosan nimaga ketgan bu summa? Asosan yuvadigan apparatlarimiz, to'liq jihoz, misol tanker apparatimiz bor, vibrator apparatimiz bor, 3 etapli yuvish apparatimiz bor, keyin sentrifugalarimiz bor, maxsus o'zini quritish xonalari bor. Joylarimizni remontlaymiz. Bu imенно joy deganingizda mana shunaqa ish boshlamoqchi bo'lgan odamlarga qanaqa lokatsiya tanlash kerak, qanaqa necha kvadrat bo'lishi kerak? Kvadrati kamida bir 1000 bo'lsa, 1000 kvadrat bo'ladi, chunki undan kichigi qiynalib qolishadi. Xo'p, joy tanlashda lokatsiya markazdan bo'lgani yaxshimi yoki chetroqdan bo'lsa ham farqi yo'qmi? Men o'zim shaxsan ko'p kuzatganman, gilamchilar shahar chetida. Ko'p gilamchilarni ko'p kuzatdim. Lokatsiyasi shahar chetida. Lekin biz xohladik shahar markazidan ochishga. Nima sabab? Nima sabab? Birinchidan klientlarga vizit bo'ladi. Gilam olib ketish bo'lganda tezkor yetkazib berish. Birinchidan shahardan kelish, hozir bilsangiz probka. Vot. O'shani hisobini olib, biz shahar ichidan ochishga qaror qildik. Shu Qorasuv 6 mavzesida ochganmiz. Qorasuv 6 masjid oldida. Masjid Oltintepa oldida masjid. Bo'lmasa bizga hozir etap-etap tushuntirib bersangiz, gilam qanday etaplardan o'tib boriladi yuvilish uchun? Bu joyimizda birinchi gilamlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, kvadrat metri o'lchanadi bu yerda. O'lchab turib, kompyuterga kirgiziladi. Kvadrat metri necha puldan yuviladi sizlarda? Hozir Ramazon oyi munosabati bilan 60% chegirma berganmiz. 20 ming so'mdan. 20 ming so'm metr kvadrati yuviladi. Bu olib kelib, olib borib berish bilan birgami yoki shunaqa? Juda zo'r narx. Xo'p, yana bitta savol. Agar olib kelish iloji bo'lmasa, masalan, например, katta gilamda joyda yuvib berish xizmati ham bormi? Joyda ham yo'q. Uni ham narxi necha pul? U boshqacha hisoblanadi. Kvadrat metri 35 ming. 35 mingdan. Joyda borib yuvib, quritib
tayyorlab berish. Xo'p, o'lchangandan keyingi qilinadigan ish nima bo'ladi? O'lchangandan keyin vibrator degan apparatimiz bor. Buni ham ko'rsatib o'taman. Vibratordan chiqqandan keyin maxsus tanker apparatimiz bor. Bu apparatimiz nima vazifani bajaradi desanglar, bu chuqur dog'li bo'ladi, chirkli bo'ladi, yillab qolib ketgan yog'li dog'li bo'ladi-ku, o'shalarni shu maxsus apparatimizga 1 soatdan 2 soatgacha tindirib, bundan chiqarib, mana maxsus o'zi yuviladigan apparatlarimizga qo'yamiz. O'tdan chiqib yana maxsus o'zini shampuli ximikat suvi bor. Bu apparatga solgandan keyin boshqa gilam solinmaydi. Bitta gilamga bitta ximiya, bitta apparat ishlatiladi. Xuddi shunaqa. Xo'p. Undan chiqib bunga solinadi. Bunda boshqa shampun bo'ladi. U yoqda maxsus o'zini erituvchi, yumshatuvchi, o'sha chuqur dog'larni ketkazuvchi ximikat shampun aralash bo'ladi. Ximikat qayerdan keladi? Hop. Asosan biz Britaniya mahsulotini ishlatamiz, Prochem ishlatamiz. Yana Turkiya mahsulotlari bor, atirlarni ishlatamiz. O'zimizda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni ishlatmaymiz. Asosan keladigan mahsulot shampun ximikatlarimiz Britaniya bilan olib kelib o'zimiz ishlatamiz. Xo'p, mana shu ximiya apparatlariga, ximiyalarga bir oyda nechta xarajat qilinadi? 1000 dan 2000 gacha. 1000 dan 2000 gacha bir oyda. Xo'p, mana shu bormi qanaqadir maslahat, например, o'zi yuvmoqchi bo'lgan odamlarga qanaqa ximiyadan ishlatish mumkin uy sharoitida? Sharoitida endi baribir oldin biz o'zbeklar hamma ko'chada shotka bilan, shuva bilan yuvgan. Shunaqa. Lekin hozir ochmoqchi bo'lgan akalarga tavsiya qilardim, har bir ishni mukammal darajada qilishsa, klienti ham shunga yarasha bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ishlatayotgan ximikatingizga ham bog'liq, shampunlaringizga ham bog'liq. Uy sharoitida, например, berish, kimchiskiga berish niyati yo'q, o'zi hovlida turadiganlar nima ishlatsa, parashok, sovun shunaqa bormi? Imindan gilam uchun. Gilam uchun maxsus parashoklar bor. Men shaxsan o'zim ko'rganman, Korzinka makrolar bo'ladi. Ulardan olib maxsus o'zining shampunlari bo'ladi. Lekin tavsiya qilardim, uni gilam yuvgandan keyin yaxshilab siqish kerak bo'ladi. Sentrifuga kerak bo'ladi. Suv yaxshilab siqilmay qolsa, ayniqsa oq gilamlarda sarg'ayib qoladi, populari sarg'ayib qoladi, uni ketkazish qiyin bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, boshini og'ritib o'tirmasin, professionalga ishoninglar, beringlar, yuvadi, tozalab uylarga olib borib beradi. Shunaqa. Hop, bu gilamni yuvadigan uskuna. Shunaqa, bu yuvadigan apparatimiz. Narxi nech pul buni? Buni narxi sir bo'la qolsin. Sir bo'la qolsin. Bu juda qimmat apparat, ko'rinib turibdi. Olib kelish, ustanovkasi ham qayerdagi, xo'p, Turkiya mahsuloti. Hop, gilam bu yerga qo'yilgandan keyin qancha vaqtda yuvib chiqiladi? Nima vazifa bajaradi bu apparat? Bu 3 etap cho'tkada yuviladi. Bu qo'yilgandan keyin 15-20 minut ichida o'sha gilamingiz tayyor qilib yuvib beradi. Bu apparatdan chiqqandan keyin. Bundan keyin chiqqan. Hop, haligi hozirgi yuvadigan ruchniy apparatlar yaxshimi yo bu yaxshimi? Ko'pchilik aytadi, rotor yaxshi deydi. Men rotorchilarni yomonlash niyatim yo'q. Rotor bitta vazifani bajaradi. Ya'ni o'sha kir dog'ini o'sha joyni ishqalab yo'l berishga. Hop, masalan, bu ko'rinib turibdi qimmat. Birinchi boshlamoqchi bo'lgan odamlar o'sha rotor apparat bilan ish boshlasa ham bo'ladimi yoki shunaqa apparat bo'lishi kerakmi? Bo'ladi. Bo'ladi. Rotor bilan bo'ladi. Rotor bilan ham ish boshlasa bo'ladi. Faqat ishiga javob berib, rotorda ham foydalanish qoidalari bor. To'g'ri yuvib, to'g'ri quritilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. U to'g'ri yuvib, noto'g'ri quritib qo'yilsa, gilam hidlanib sasib qoladi. Xo'p, mana shunaqa situatsiyalarda, например, qanaqadir xatolik bo'ldi. Bunga kim javob beradi? Albatta biz o'zimiz javob berasizlar. Qaytadan yuvib berasiz. Xo'p, bu yerdan chiqqandan keyin keyingi bo'ladigan etap qanaqa etap? Xo'p, bu apparatimizdan chiqqandan keyin sentrifugamiz bor. Sentrifugani ham gilamlarni har xil razmeriga qarab olganmiz. Ya'ni bitta sentrifuga emas. 5 metrli bor. Eniga misol 2 metrli bilsiz machitli gilamlari bo'ladi. Chunki biz machitli gilamlarni ham yuvib beramiz. Asosan bunda quritamiz. Bilsiz uzun polos bo'ladi bular. Ensiz 1 metrlikmi? Shunaqa. Uni orqasida yana kichkina apparati, sentrifugamiz bor. U kichkina gilamchalar uchun quritiladi. Narxi nech puldan nech pulgacha? 30 mingdan tepa. 30 mingdan tepaga. Hop,
bunaqa apparat kerakmi hozirgi gilam yuvuvchi boshlamoqchi bo'lganlarga yoki prosta hozirgi yozgi sharoitda quyoshda quritib yuborsa ham bo'ladimi? Yo'q, busiz agar gilam sex ochaman desa, ochishmagani ma'qul. Ma'qul, chunki bu 90-95% suvni siqib beradi. Siqib beradi. Siqib beradi. Ha, busiz qiyin. Eng kerakli apparatlardan biri shu. Ha, eng kerakligi shu. Bu yerda suv siqilgandan keyin quritilish xonasiga. Shunaqa. Hop, quritilish xonasida ko'chada quritgan ma'qulmi yoz sharoitida yoki mana shunaqa xona bo'lishi kerakmi? Xo'p, endi shunaqa xona bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki mana ko'rayotgan bo'lsangiz, spetsial ventilatsiya tizimi qilganmiz. Bu nima vazifani bajaradi? Xonadagi nam havoni tortadi bu. Xona namlanib qolmaydi, xona hidlanib qolmaydi. Necha gradus bo'lishi kerak xona? 20 dan 30 gacha. 20 dan 30 gradusgacha. Joy pozolayt qilmaydiganlar quyoshda quritsa ham bo'ladimi yo zararlimi? Yo'q, zararli. Zararli. Ya'ni ko'p joylarda baribir bor-da. Yo'q, zararli, kuydiradi. U ko'chada turgan narsa baribir chang o'ziga oladi. Gilam o'ziga tez oladigan narsa. Changni o'ziga tez oladi. Yuvdingizmi, quyoshda quritib qo'yib, yana chang oldi undimi? Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Bu apparatda quritiladi, keyin o'zingizlarning maxsus xonalarda quritiladi keyin. Undan keyin nima bo'ladi? Upakovka joylanadi. Upakovka. O'zingizlarning brendda upakovka keyin yetkazib beriladi. Hop, qancha vaqt talab qiladi bitta gilamni yuvib, quritib olib borib bergunicha? 2 kundan 3 kungacha. 2 kundan 3 kungacha. Gilamlar bor, qo'lda to'qilgan gilamlar bo'ladi. 4 kun, 5 kun, 6 kunlab ham ketib qoladi. Ularda riski kattaroq bo'ladi. Ular bilan maxsus o'zimiz texnologiyamiz bor. Bu apparatlarda yuviladigan gilamlar bor, yuvilmaydigan gilamlar bor. Ularni o'zi aytmoqchi bo'lganim, qo'lda tikilgan gilamlarni bu apparatga qo'yish sal qiyinroq, xatoroq bo'ladi. Chunki ular asosan qo'lda yuviladi, qo'l mehnati. Qo'l mehnati. Xo'p, qo'l mehnati deganingizda, mana shu sexda nechta odam ishlaydi? Hozirda 12 ta. 12 ta. Qanaqa sharoitda ishlashadi? Ish haqqi nech pul bo'ladi? 4 milliondan boshlanadi yangi kelgan ishchilar. Texnologimiz 7 million oladi. 7 million. Hop, ishga olish jarayonida masalan shunaqa ochgan odam qanaqa kategoriya bilan ishga olish kerak? Noldan o'rgatiladimi yoki bilib kelish kerakmi shu sohani? Agar iloji bo'lsa, o'zini ishini mutaxassisi bo'lgani yaxshi. Chunki biz mutaxassislarni ko'pini Turkiyadan olib kelganmiz. Turkiyadan o'rgatiladigan. Turkiyadan olib kelib, o'zimiz ishchilarga noldan o'rgatib, hozir mana O'zbek akamiz yaxshilab o'rganib, hozirgi bolalarga o'zi ustozlik qilib, o'zlari o'rgatadi. Sizlarga agar shu narsaga qiziqmoqchi bo'lgan odamlar kelsa, ish o'rgata olasizlarmi? Ish o'rgatamiz. Xo'p, yana eng asosiy savol, mana shu brend gilam yuvish sexi franchizaga beriladimi? Yo'q. Berilmaydi. Faqat ochilsanglar, kengayib o'zingizlar. Shunaqa. Plan bormi shunaqa? Bitta, ikkita, uchta, 10 ta sex qilish? Bizni не только O'zbekistonda, boshqa mamlakatlarda ham ochish niyat qilganmiz. Ochish niyati bor. Niyatingiz yetil. Aka, endi bizga etap-metap tushuntirib bersangiz, shunaqa ish boshlamoqchi bo'lgan odamlar qanaqa yo'llardan bosib o'tish kerak? O'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Yashamayman, bu narsani to'g'ri ochiq aytaman. Qiyin bo'lgan, оборудованияni olib kirish, rastammoshka, ochish joy masalasi birinchi. Dokumentatsiya, kanalizatsiya, suv, gaz, svet o'ziga yarasha katta xarajatlari bor. Ularni endi men aytib o'tirmadim. Shunaqa joylari bor. Hop, dokumentatsiya qanaqa dokument talab qiladi bu sohada? Bu sohada joy masalasi birinchi. Suv masalasi, kanalizatsiya masalasi. Gaz uncha ishlatmaymiz, tok masalasi. Tok masalasi. Hop, mana shunaqa sex bir oyda kommunalniy uslugalarga nechta pul xarajat qilinadi? Biza o'zi qiladigan rasxodlarimiz oyga 20 milliondan 30 milliongacha rasxod qilamiz. Rasxod bo'ladi. Bu bir oyda. Bir oyda kommunalka, oyliklardan tashqari. Oyliklardan tashqari. Xo'p, dokument qanaqa dokument bo'lishi kerak? Dokument kimchiga taalluqli dokument. Davlat tomonidan yakka tarkibdagi tadbirkor yoki MCJ bo'lishi kerak. Hop, joy topilgandan keyin оборудованиеlarga nech pul xarajat bo'ladi? Bu jam uchun katta оборудование bo'lsa ham boshlanadigan odamlar nech pul bilan boshlasa bo'ladi? 30-40 ming bilan, 30-40 bilan boshlasa bo'ladi. Обязательно sentrifuga shart. Sentrifuga shart beradigan, suvni siqib beradigan. Usiz ochish maslahat bermayman. Hop. Mana endi yana bitta globalniy вопрос, savol. Bu soha hozir O'zbekistonda ancha kengayib borgan, juda ham rivojlangan desa ham bo'ladi. Konkurensiya ham shunga yarasha bor. Sizlar konkurensiyaga nisbatan qanaqa ishlaysizlar? Biz maza qilamiz.
Bizga yoqadi, konkurent qancha ko'p bo'lsa, bizga ham yaxshi. Bu sifatni oshiradi. To'g'ri xulosa qilgan odam sifatni oshiradi. Xo'p, endi savol. Nimaga imanna sizlarda qimmat? Qimmatligi sababi boya ham aytib o'tdim. Bizda ishlatadigan ximikatlarimizni o'zi biz paytgacha kutib qolamiz. Britaniyadan samolyotda keladi, misol birlari traktor keladi. Ximikatlar Turkiyadan keladi. Shuni hisobiga. Kommunalkalarimizni ham hozir aytib o'tdim. 20 million 30 million to'laymiz. Yuvishga keladigan bo'lsa, ishimizga javob beramiz. Garantiya bor. Garantiya beramiz. Shuni hisobiga ham qimmat. Mana shunaqa sex bir oyda kommunalkadan hamma oylik xarajati necha pul? Oylik xarajati, ishlaydigan oyligi, kommunalka, arenda hammasi. Necha pul rasxodga tayyor turish mumkin, kerak? Agar bizdagi joy ochmoqchi bo'lsa, kamida bir 50-60 millionga tayyor turish kerak. Hop, mana sizlar bir kunda yoki bir oyda nechta gilam qabul qila olasizlar? Bir kunda 400-500 mana shunaqa atrofida. Gilam. Oyga chaqsa bir 3 ming, 4 ming oshmaydi. Gilam bemalol sizlar noldan yetkazib berasizlar. Hop, mana shunaqa ish boshlab, endi hozir sizlarniki juda katta, yosh tadbirkorlar mana shunaqa ish boshlab, necha pul foyda qilish mumkin? Oyiga endi agar sex bo'ladigan bo'lsa, o'sha biz aytgan boyadagi aytib o'tgan jihozlar bo'yicha ishlaydigan bo'lsa, 10 ming 15 ming foyda qilsa bo'ladi bemalol. Bu ish sezon, qaysi payt bu ishda sezon? Ko'pchilik o'zi bizda men bu sohaga kirib kelganimda bildim, gilamni yozda yuydirgan yaxshi deyishadi. O'zi bu aslida xato. To'g'ri. Yangilik bo'ldi bu. Bu xato. Nimaga desangiz, qishda gilam qurimaydi deb ko'pchilik noto'g'ri xayolga borishadi. Bizga bergan klientlar, misol siz gilam berdingizmi, aytgan vaqtda olib kelib berdimmi, o'sha klient yana bizga gilam berishni boshlaydi. Sababiki biz aytilgan vaqtda gilamni yetkazib beramiz. Qishda 3 kunda minus bo'ladimi, minus 20 bo'ladimi, 3 kun 4 kun orasida yetkazib beramiz. Chunki xonaning harorati ko'chada minus 20 bo'lsa ham, bu yerda 20-30 gradus issiqlik bo'ladi. Sizlarda yana bu yerda yana himchiska, gilam yo mebeldan tashqari qanaqa uslubiyalar bor? Hop, avto detailing xizmatimiz bor, mashina himchiska. Buni ham o'zi klientlarimizda bor. Bu uncha razviyatsiya qilinmagan, основной sizlarni направление gilam и mebel himchiska. Shunaqa. Xo'p, endi mana shunaqa ish boshlamoqchi bo'lgan yosh tadbirkorlarga siz tomonidan qanaqadir maslahat bormi? Ishlarni zo'r qilinglar, mukammal qilinglar, ishlarga javob beringlar, o'shanda klientinglar ko'payadi. Qanaqa reklamli platformalardan foydalanasizlar? Platforma Instagramimiz bor. Asosan u yerdan ham klientlar bizga misol gilamni berishadi. Instagramda juda faol deb aytolmayman, o'zimiz klientlarimiz bor. Instagram sahifalar shu brend Clean o'z. Obuna bo'lib qo'yinglar, balki sizlarga ham foydali bo'lib qoladi. Farhod aka, sizga kattakon rahmat. Qimmatbaho vaqtingizni ayamasdan bizga yordam berganingiz uchun. Bo'lajak biznesinglar ko'payaversin, ishingizga omad. Sog' bo'ling, rahmat sizga ham kelgan. Tak, bo'lajak biznesmenlar. Mana gilam yuvish biznesini ham o'rganib oldik. Bundan keyingi biznes nima bo'lishini xohlasanglar, kommentga yozib qo'yinglar. Undan oldin bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz shu biznesni o'rganishga harakat qilamiz. Nech pul bilan boshlanishi, nech pul foyda olib kelishigacha sizga ko'rsatishga harakat qilamiz. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha, xayr.